Колхозник? Тоже колхозник. Хлопка поливал, я тоже вместо o'shani sug'orishni yaxshi ko'raman. Suv berishni yo'llarini bilaman. Biz Farg'ona viloyatidagi Olti Ariq tumanidagi ham bloger, ham bog' yetiruvchi Ashurali akani oldilariga yetib keldik. Ashurali aka, necha yildan beri siz bog' bilan shug'ullanasiz? Ha, rahmat. Bog'larga haqiqatan oldin avtobus minar edim. Avtobusda endi yaxshi nimalar, ishlar yaxshi edi. Огородlarda ishim bo'lmas edi. Keyin orada avtobus qanaqadir remont bo'ldi. Pul uzilib qoldi. Bor narsa endi. Keyin havas qilib bitta shoptoli ekdim. O'shanda rezinka shoptoli moda bo'ldi. Rezinka shoptoli deyiladi. Rezinkaga o'xshaydi. Rossiyaga ketaveradi. Bu endi 96-95-yillar. Haligi rezinka degan shoptolim Albert shoptoli ekan. Keyin Albert shoptolini bozorga ovora sotishga uyatganmiz. Praktika yo'q-ku, avtobuschi bo'lib yurganman. Keyin 4 dona oldim. Bozorda tanish sotuvchilar bor. Ki 4 dona olsam, ashuraga ko'pmi? Ha, bor, 2 tup dedim. Yugurib orqamdan kelib o'sha 96-yili pul yangi chiqqan 26.000 so'm yo 36.000 so'm katta pul bo'lgan. Shunday sanab uzib ketishdi. Endi ko'z bunday ochildi. Bu biznes dedim. Avtobus minib yurgan ekanman dedim. Ana shu boshlab shoptoli shunosi bo'lib ketdim. Shoptolini ko'p turini bilaman. Shoptoli ekib tashladim keyin. Ekkanda ham mana ularni bahorgilarini, keyin yozgi oq lifi shoptoli bor. Shunday qilib ekib qo'ydik. Bahorda harakat qilib, shu abrobotga qilib, yozda lekin har kuni pishkanini olamiz. Hammasi Ashuragam shoptolisi yaxshi talabon qilib oladi. Ertalab 4da uzamizga kechikib ketdi. 4da borsangiz olishadi. 4da hali hamma uxlayotib turgan bo'ladi. 4-5da cho'ntagida 100 ming, 50 ming so'm pul bo'ladi. Hamma uxlayapti. Kelib xursand hali 50 ming, 100 ming katta pul yana abrobotga qilib yurish, shuna bo'lib qiziqib bog'bon bo'lib ketdik. Sizda YouTube znachogi bor ekan. YouTube znachogi. Necha yilda siz shu narsani olasiz? 1 yilda. 1 yilda. Zo'r. 1 yilda 1000 ta obunachi yig'dim. Ikkinchi yilga o'tishimiz bilan birdaniga o'sha 1 yilda 1000 ta yig'gan bo'lsam, keyin bir sabab tugul, bir sabab tufayli 3 kunda, bir haftada 5000 ta bo'ldi. Keyin bitta qo'ygan videom ko'tarilib ketdi. O'sha yili sentyabr kuni 100 ming ta bo'ldi. Keyin nima tashladik? Keldi, bir oyda keldi YouTube znachogi. 2020-yili ungacha Telegram kanalim bor edi, Ashur Ali degan. Bog'larda qo'yib turardim, o'zimga yarasha muxlislar bor edi. Bir o'sha o'g'limni sinfdoshi keldi. Shohijahon Ashur Ali aka dedi, Telegram kanali zo'r dedi. Bog'lar zo'r ketadi, YouTube'ga kanal ochaylik sizga dedi. Men qayerdan bilaman? Bilmayman deb. Buni ochib berdi, o'rgatdi. Mana 5-yil ketyapti yaxshi. Muxlislarim bor, o'zimizga yarasha. O'sha chiroylik eng asosiysi o'sha noyabrdan bahorgacha yaxshi, o'sha hozir ko'rgan yaxshi o'sha zavodskoy o'sha ko'chatlar dastlabki qilib beramiz. Odamlar baraka topadi, telefon qiladi, Ashuraga meva qildi deydi. Men xursand bo'lishadi, xabarlashib turamiz. Shunday qilib ishlab yuribmiz. Bog'ingizda necha xil mevalar bor? Bog'imizda endi 100 xil desam janama bo'lib ketadi-yu, eng kamida 50 xildan ortiq. Chunki ularni yesa ham, yemasa ham ekaman, sababi odamlarga ko'rsataman. Mana olmani ekmanglar bo'lmaydi. Undan misol mana kolonnavidniy olma bor, mana ro'parada turibdi ana. Kolonnavidniy olmani atayna buni 15 ming so'm katta pulidir. 100 ming so'mga 6 tutib olibman endi. O'zi ham o'tib ketdi. O'zi bilmas ekan, yolg'on gapirgan. Men endi qiziqaman-ku, shu bog'imga assortiment bo'lsa deb olibman. 10 tiyinga qimmat ekan. Atayna turibdi, 2 tupi. Ko'rsataman. O'rtoqlar shuni ekmanglar deyman. Mana kolonnavid olmadim. Shuning uchun har xil turadi. Ko'rsatib, mana buni eksa bo'ladi. O'sha kuzgacha saqlagani, qishga saqlagani qaysi o'zim yaxshi ko'rsatib, ko'rsatuvlar qilib ishlab yuribmiz. Rahmat. Bog'ingizga aylanib kelamiz. Betlar birinchi uzumzor bo'lgan. Uzumlar ham 10 yildan keyin charchab qoladi-da. Nima bo'ladi haligi? Usti salqin bo'lganda yer ishlamay qoladi.
kak jenshina bo'lib qoladi yer. Keyin almashtirib, men bu yerlarda mevali daraxtlar bor edi. O'sha olib tashlab vinograd, uzum o'tirgizdim mana. Endi bu yerlar voy ishi bor. O'tiring qizim. Oling olmalardan. Бери яблоки, если хочешь. Ух, какие красивые. Shunday yesa bo'ladi. Спасибо. Qani? Qo'lingizga salchiq olib kelib beraymi? Yo, shunday bo'lmasdan ana. Вкусно. Mana, kinochi bolaga. Mana, hozir men ham bitta попробую. Можно мне тоже? Или нужно? Нужно. Barchaga bizni ko'rib turgan do'stlarimizga, O'zbekiston xalqiga mana shu biz O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Mana nima qilib qo'yib biz yerga ekib qo'yganmiz xolos. Suv beramiz, ozgina shu abrobotga qilamiz mana. Endi buni hidini qarang. Hidini bilyapsizmi? Hidini qarang. Bu hidasiz odamni ichida nimaga olib ketadi. Endi buni mazasi boshqacha bo'ladi. Bular Persiyskiy zalib tomonidan kelgan ekan, shoptolilar. Sababi nimaga shoptolini persik deydi? Persik, Persiyskiy zalib. O'sha Persiyskiy zalib olmasami deylar ekan. Shuning uchun rus tilida tarjimasi persik. Ana. Kecha boshqa edi, bugun boshqa mazza. Biz O'zbekistonimizning yerlarini nimaligini qarang. Mercedes uzum. Mana Mercedes emblemasi bo'ladi. Shuning uchun Mercedes deyiladi. Endi mana tagida shoptoli bo'lyapti. Mana pomidor. Mana yana yangi chiqqan shoptolilar mana. Mana qarang. Tepada uzum bo'lib turibdi. Mana. Tagida shoptoli yerdan foydalanish. Biz O'zbekistonimizning yerini endi buni har qancha bir maqtasak arziydi. Menga bitta mamlakatdan telefon qildi. Ashurali, ya tebe zavidiyu. Mamlakatini otini aytmayman. Turpoqni hidasang sassiq hid keladi dedi. Men O'zbekiston farzandiman, O'zbekistonda tug'ilganman dedi. Endi ketgan boshqa joylarga. Ha dedi, narsa eksam dedi, qurib qoladi dedi. Ha bizni O'zbekistonimizning yerida oddiy meni holimda taxminan 100 xilga yaqin meva bor. Mana tepada o'zim, bitta shoptoli mana. Mana pomidor ham bo'lyapti. Mana pomidor ostida. Uje rang kirishni boshlabdi mana. Mana pomidorlar qizaryapti. Kichkina ko'chat baxmal o'ri deyiladi mana. Shoptoliga o'xshaydi. Mana. Mana yana baxmal o'rik mana endi bu ham baxmal o'rik mana. Qarang tepasini. Mana. Qip-qizil nimaga o'xshab ketadi. Mana. Bu o'sha eksport bo'ladi Rossiya bozorlariga. Abrikos o'rik. Kompotga zo'r bo'ladi. Mana qancha mevasi, bir 30 kilo, 40 kilo sotildi. Endi qarang. Mana onor bor edi. Joy topolmasdan yoniga ekkanman mana. Bitta komnatada. Bitta xonada. Mana nima ham bo'lyapti onor ham. O'rigan bo'lyapti. Mana bu o'rizi sorti nima bo'lmay qoldi endi. Mana ulab qo'ydim yangi. Zelyoniy privika deydi mana. Ko'kardi. Endi bularni kesib tashlaymiz, mana o'rniga boshqa sort bo'laveradi. Farg'ona go'zali rosa pishibdi. Mana. Tatyanaxon. Ko'ringchi. Mana torviz, qovun ekib qo'yganmiz. Meva qilsa bo'ladi, baqlajon. Bular polkarlik mana. Nariga ham boshqa to'q qarang. Buni mazasi ajoyib.
Mana hozir buni ta'mi shirin ham emas, nordon ham emas. Yeb ko'ring. Shu olmani bir 7 yil, 8 yil bo'ldi. Bozorda olma sotgani borsam, ana olmani 1000 so'mga ham olmayapti, xaridor yo'q. Mana shu olma olib keldi, shunaqangi chiroyli. Qip-qizil. Kep-krasniy. 6000 dan oldi. 7 yil oldin 6000 katta pul bo'lgan. Keyin haligi nomerini yozib oldim. Bahorda borib olib kelib, ulab assortimentda shunaqa qiziqish. Mana baqlajonlar. Mana achchiq qalampir. Вот это кислое, как ты любишь. Buni pomidordan shakarop qilib, osh bilan mazza qilasiz. Mana jambillar. Hidini qarang. Riyhonni hidini qarang. Yangi chiqqan avatar sortlar. Lamborghini degan mana ekib qo'ydik. Avatar mana. Naryoqda mevasini ham ko'rsataman. Lavanda bor. Lavandani ko'rganmisiz? Mana lavanda. Gornaya lavanda mana. Safiya Ratarova aytadi-ku, Gornaya lavanda degan qush. Mana u mushmonlar. Yapon o'rigi deyiladi. Ayta beryoza daraxt. Mana eski bog'larda olib tashab, intensivniy razmer qildik. 1 metr 1.10 ga, sababi havo isib ketyapti-yu, issiq. Shuning uchun endi biz nima qilish kerak? Suvni ekonom qilish uchun daraxtlarni qalinroq eksak, o'zini o'zi salqin qiladi. Plus 290 ga ekib turib, oldingi razmer 3 bo'lgan, 3,5 bo'lgan, 290 qildim mana. O'rtasiga nok ekib qo'ydim, intensivniy. 1 metrga 1 metrga qilib. Issiqda o'zini o'zi salqin qilaveradi. Mana makkajo'xori mana. Karamlar mana gul karam. Ayta kartoshka ekdik. Bu qatorda qulpinoy bor. Onor urug'i yo'q. Yangi. Qachon anaqa pishadi? Pishganda kelasizlar. Bu yildan keyin meva qiladi. Bu yil yetib olsa. Nergi yil уже urajay beradimi, hosil bo'ladi? Andir shoptolan 4 xil 5 xil bor. Yangi chiqqani sorti mana maysk mana. Ichki bozorga ham, eksportga ham zo'r buni qarang. Ko'rib yegisam kelmaydi, ajoyib. Pitomliklar birga ishlaymiz, yangiliklarni beradi, ekib ko'rsatib, uyda mana mevasini ko'rsatib keyin kanalimda nima qilaman? O'rtoqlar mana eksa bo'ladi, sortga javob beradi, keyin dastlabki qilamiz. Eng asosiysi bitta daraxt meva qilguncha 3 yil yo 2 yil vaqt ketadi. Vaqt ketmaydi, ishonarli bo'ladi mana. Bu budyonni deydi, pushti pomidor. Mana makkajo'xorilar ham pishib qolay debdi. Bu ketmon sopi deydi. Shunday bo'lib katta bo'ladi. Mazasi ham bir o'zgacha bo'ladi. Uzum tagiga bir tupak kutib ashqovoq ekib qo'yamiz, mana qarang. Bizda ashqovoq deydi. Qaytadir ashkadi, kada deydi. Mana endi bog'lab qo'ysangiz, mana mevalar solishni boshladi. Ana u kundan kun katta bo'lishni boshlabdi. Mana Rizamat ota uzumi. Bu birinchi pishadi. Juda shirin, rangi bir rozovый svet bo'ladi. Rizamat ota. Endi joyida ekonom qilib, olma ekib qo'yganmiz mana. Olmani yonida uzum ham bo'layotibdi. Yer ekonom. Nimani o'rtasi bo'sh turmasin deb, o'sha pinkledi, mirovoy hozirgi moda olmalarni kichkinalarini, sezondan qolgan kichkinalarini ekib qo'ydik. Kuzgacha katta bo'ladi. Noyabrdan dastlabki O'zbekiston bo'yicha bo'laveradi. Mana endi eng eski bizda o'sha Marg'ilonskiy deydi, shoptolimiz. Mana. Birinchi 25-maydan 20-chiga pishadi. Oling, kinochi bola yeb ko'ring.
Barcha ko'rib turgan do'stlarga mana narigi boshqa sort, bu boshqa. Hovlingizda огородingiz bo'lsa, bir tub bo'lsa ham mevani ekib qo'ysangiz, buni bozordan olib 1 kilo yesiz ham to'ymaysiz. Uyingizda shunday ustidan o'sib tikka turib bitta yesangiz, to'yasiz mana. Va to'g'ri gapirdim. Giloslarni o'zimizda eski navlar, Valavoy sersa giloslar changlamay qoldi. 15 yil, 20 yil bo'ldi. Endi mana yangi sort skina sortlarimiz bir yil ekdik, keyingi yilga meva qiladi. Shularga almashtiryapmiz. Chunki yangiliklar juda ham ko'p. Mana shu kivi nok deyiladi. O'sha bu asosan ma'lumotlar Koreyadan keltirilgan deyiladi. Pishganda kiviga o'xshaydi do'stlar. Yesangiz juda ham shirin mana. Bizning iqlimga yaxshi effekt berdi. Yana uni ko'rsataman. Boshqa noklar bor. Ular ana barki nima bo'lib qo'yapti, kuyib ketyapti. Shuncha nima qilsam, uni kesib tashlayman. Kivi nok bizga zo'r effekt berdi mana. O'ta shirin, bozorbop. Mana shu uzumlarni tagiga ham ekib o'rganmiz, bekor qolmasin deb mana. Yana uzumlarning qatoriga olma ekdik, Pink Lady. Pink Lady olma qishda zo'r ketyapti, hozirgacha saqlanish muddati yaxshi. Shuning uchun o'zim yaxshi ko'rib, ham daromad ham olish kerakki, uzumlarni mana tepada uzum ham bo'lyapti. Mana uzum ham bo'lyapti mana. Endi o'zimiz qarab olamiz albatta. Tagida mana olma bo'lyapti, Pink Lady. Kuzgi olma. Yana bir narsaga e'tibor berishlarini so'rayman mana. Mana shu chuqurchoqlar o'sha guldan keyin qurt tushadi. Biz o'sha hozir mana 1 yildan beri ifodani nima qilyapmiz, foydalanyapmiz. Anaqa preparatlardan. Mana o'sha guldan keyin gulida berganimiz mana o'sha zaklopka qilib qo'ygan, yana qatirib qo'ygan mana. O'sha chaqqan qurt o'rnida vafot etgan. Mana shu o'sha natijalar, rezultat. Mana bu talgarka nokida eng kichkina nimalarni ekib qo'ydik, bo'lib qoladi. Bu shunaqa ish qilib daraxtlarni ekaverasiz, yoqmaganini olib tashlaverasiz mana. Nok juda ham nozik narsa. Juda ko'p joyga ekib bo'lmaydi, ko'proq zakli joyda yaxshi ko'radi. Mana shu noklar ham 1 yil ekilgan mana. Baklari qorayib turibdi, bu yaxshi o'rnashgani. Yangi chiqqan olmalar mana. Nomi ajoyib edi, kitobda yozilgan mana. 1 yil ekilgan shu. Meva qilib turibdi mana. 1 yil ekilgan. Mana endi olmalarni qarang, mana mevalarni qarang. Tepada uzum bo'lib turibdi, tagida olma mana. Bularni ko'rib odam bahridaligiz ochiladi. Nima bo'lsa ham ekaverish kerak, olib tashlash oson. Bitta daraxt odam bo'lguncha 3 yil vaqt ketadi. Yo hozirgilar intensivlar 1 yilda meva qiladi, 2 yil bo'lsin. Lekin o'sha noto'g'ri meva eksangiz 3 yil, 5 yil kutasiz. 5 yil umringiz o'tadi. Daraxtlarni ekib yurib, oxiri bog'bon bo'ldik, havaskor bog'bon. Tag'ram men rosa bunaqa nima demayman, havaskor bog'bon. Mendan ham nimalar bor. Har bir bog'bonda o'zining tajribasi bor. Men masalan bitta usulda davolasam, yana kimdir boshqa usul. Masalan dehqonchilikda oddiy o'zbekcha qilib tushuntirganda, mana Farg'ona shahriga deyman, Vadil tomondan ham kelsa bo'ladi. Oltiariq tomondan ham kelsa bo'ladi. Quvasoy tomondan ham, Marg'ilondan ham. Demoqchimanki, har bir dehqonni o'zining tajribasi har xil usul bilan davolab shu nimalarni yetishtiradi. Mana uzumlarimiz bu Qizil Husayn shohona degan uzumimiz mana shu paqirday bir paqir bo'lib ketadi mevasi. Bularga nima tushdi? Optoda bularga abrobotga qildik mana. Shular ham bultur ekilgan nimalar. Mazza qilasizda 1 yil ekdik, 1 yil meva qilib turibdi. Mana uni qarayman. Mana. Super Golden. O'tgan yil ekilgan, meva bo'lib turibdi. Bular ham o'sha Red Jib degan kustarnikovoy, ya'ni butasimon olmalarimiz. Ozgina ketishda abrobotga qilib qo'ydik, barglarini qoraytiramiz mana. Bu ham shundan. Hosildorligi zo'r. Butasimon deyiladi. Tatyana oxa issiqlab ketdingizmi?
Mana oq damiskiy uzumlar mana. Kelin barmoq deydi, damiskiy deydi. Bu Rizamat ota. Baxliq pishadi, bozorbop, juda ham yaxshi shirin nimalar, uzumlar. Bular qora damiskiy. O'sha kelin barmoq bo'ladi, qop-qora bo'ladi o'sha. Damiskiy palchi, qorasi. Bu ham bozorbop, vidi zo'r. Rizamat otaning damiskiysi. Uzun chiroyli, yangi sort, privikga ulangan. Bu ham ulangan mana. Bu o'zi endi mana. Bultur ulangan mana kindigi bor, bu avatar uzum. Mana. Avatar uzum. Bitta uzumda mana o'sha xitoyskiy rozovoy uzum. Dona katta bo'ladi. Bitta uzumda. Mana u Maksim degan katta uzum bo'ladi. Narigi o'sha o'zi nima? Qora kishmish. Bu ham damiskiy palchik. Mana u kishmish. So'g'diyona bo'ladi, katta bo'ladi. Bu qizil Husoyni xurmana degan uzum bo'ladi. Rozovoy svet saqlagani zo'r. Mana shoptoli limonning. Limonning nimasi keladi rosa? Mana. Ya bismillah. Hoppa. Oy, kelgan endi. Ertalab 7:30da ochiladi. 3:30da yopiladi. Bir hafta ochilib yopilib, keyin ochilmay qolaveradi. Umri bir hafta ekan. Keyin yana boshqasi chiqaveradi, galobkasi ochilaveradi. Qishda qanday olib turishadi? O'zi yo'q bo'lib ketadi, barki chirib-chirib. Yo'q bo'ladi. Fevraldan yana harakat qilib uyg'onaveradi. 17-18 yasharligimda unda bitirib traktor minganmiz bizda maktabda o'rgatadi. Bir yoqdan selxoz texnika olib kelib turganimda qornim ochib ketdi, pulim yo'q. Bitta choyxonaga o'tirib, bitta choynak, bitta non olib, mazza qilib yeb ichib o'tirsam, oldida hovuzda shu bor ekan. Havas qildim. Men ham katta bo'lsam, uy qilsam, ekib o'tiray deb shu hovuz ko'ylatganman. Ikkala go'sht puliga bitta garajdan qarovulga yetib olib kelganman. Mana qancha odam kelib xursand bo'ladi, kimdir so'raydi beraman. O'zingiz ham mazza qilasiz. Soatda bilasiz necha bo'lganini, ochilib yopilgandan. 10 sm sens edi. Mana hozir necha yil bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yo 9 yil bo'ldi. Qatorga qarab hisoblanadi. Qatori 1 yil hisoblanadi. Mana chilik uzum. Mana chiligi pishibdi mana. Demak, 20 kundan keyin rizomatlar pishadi mana. Qarang. Ashlarni ko'rib mazza qilasiz. Bu motokultivatorim mana yer haydayman. Yerlarda обработка qilaman. Qani? Mana. Bemalol yerda обработка qilib, muammo yo'q, ketmon chopmaysiz, nima qilmaysiz. Bu qarang.